Bir şəhərdə 100 yaşar qart yaşagan. Onun tisi, qiyafəti bozulğan, yüzü tola jiyirşiq, beli bükrəyən bulğan. Bir günü bu qart tayağına tayanıb, jaya kibik bügülüb, zor qiyinliklar bilen qayadır barğanda bir yigit uçurab, "Ey babay, bu jayani qayan satıp aldın? Bayası köpmü tura? Aytsan men de satıp alır idim" degen. Yigitning tilagi qartni o'rtau. Onun jaya kibik sig'ilib bukrayib baruundan kuluydi. G'imiring uzun bo'lsa, sana bu jayani da tayaqni da boshqa berirlar. Sotib oluvning hajati qolmas. Lakin tiling bu qadar uzun bo'lsa, bu kunlarni ko'rmay qoluvingda ehtimollar deb javob bergan qart. Yigit bek uyalgan. Hem bunday so'zlarni nega aytganini o'kinib, babaydan qat-qat g'afu o'tingan. Kishi g'imiri quyoshga o'xshash. Ahligina qalqib chiqqan kibik edi. Endi uzoqlamay, surila da boshlay. Yoshlikka ishonib, qartliqdan ko'lmagiz. Bir yigit qartlar esindən qutulurga tilagan. Anasının arkasına ko'targan da shunda o'lar deb bir tog'a iltib qo'yirga o'ylagan. Yo'l shaqti uzun, zo'r bir o'rmon o'tasi ekan. Manalar tog'a kelib de jetganlar. Bu kishi anisin shul tog'da qoldirgan da qaytir yo'lga chiqqan. Biroz ketgach, qo'ya borga bilmishi obtirab qolgan. Anisi o'laning yo'lni topmay turgan ko'rib, "Oğlam, sen qaytqanda adashırsın" deb qo'rqib, kelganda yo'lga ya og'ach butag'in, ya yaproqlarini tashlab kelgan edim. Shul izdan taypolmasang, eson sog' qaytib jetarsin degan. Tovushi g'adatdagi yoqimli tovush bo'lgan. O'g'lining anisin qizg'anidan ko'ngli to'lgan, ko'zlarına yosh kelgan. Nigna bo'lsa da, ani kishiga bolasından da yaqina yo'q shu. Bir kishi aql yesine kelgan damında so'rab bergan. Do'stingning sening turda siylaganini bilasan kelami? Oshiqma deb to'xtatgan ona aql yesi. Aytirga shingan so'zingni boshda 3 ilak osha o'tkar. Nedi ol 3 ilak deb optiragan tigisi. Birinchisi haqiqat ilagi. Söyleyecek sözünün haq ekanini tugal bilasizmi? Yo'q, men onu eshitdimgina. Yo'q. Demak, bu so'zning durustligine to'g'risincha inanmagansın. Endi ikinchi ilak ezgilik. Sen aytirga jiyingan so'z igilikmi? Yo'q, kirisincha. Demek sen menga noshar so'z aytirga jiyinasan, üstəvine onun dürüstmi yo'qmi ekanini de bilmaysan. Xo'sh, o'shancha ilag oshag'izdirib qarayıq. Fayda ilagi. Bu so'zing menga fayda keltirarmi? Yo'q, аңардан senga fayda bo'lmas degan. Barisi da anlaşıldı. Sen söylerga jiyingan so'zda haqiqat da, igilik da, fayda da yo'q. Manday söz g'aybat bo'la. Aminim, g'aybat tinglov kibik ma'nosiz ishlarga vaqtim yo'q deb aql egasi ketib borgan.